Aziz bolajonlar, bugün biz dersimizde tezkor savol-javob o'yinini o'tkazamiz. Bunda har bir o'quvchi bittadan savol beraman, javob beradi. Javob berolmagan o'quvchi safdan tark etib, chiqib ketaveradi. Tushunarlimi? Qani boshlaymiz. Siz qanday nomlanadi? Qo'yning bolasi. Opaning farzandi. Kamalakda necha xil rang bor? 7. Qishning 3-oyi. Eng aziz ne'mat. Qat-qatlama, aqling bo'lsa tashlama. Yozning ikkinchi oyi. Uzib olib o'rni yo'q. Tuyaning bolasi. Qishga ustki kiyim. Qishga ustki kiyim. Qishga ustki kiyim. Palto. Yuzchanchiq. Bayroqda necha xil rang bor? 12 ta. Bayroqda necha xil rang bor? 3 ta. Bayroqda nechta yulduz bor? 12 ta. Ammo qaysi faslda pishadi? 1, 2, 3. Ammo qaysi faslda pishadi? Bizning tuman. Bizning tuman. 1, 2, 3. Safdan chiqamiz. Bizning tuman. Respublikamiz qanday nomlanadi? Sigirning bolasi. Noto'g'ri chiqamiz. Sigirning bolasi. Noto'g'ri chiqamiz. Svetoforda nechta rang bor? 3 ta. Eng ayyor hayvon. Tulki. 9-may qanday kun? Xotira va eslash. Ichi bo'yoq, sirti tayoq. Onamning opasi yoki singlisi. Men va sendan nechta tirnoq? Sumalak pishiriladi. Noto'g'ri. 1 bahor. Qaysi hasharot asal yig'adi? Asalar. Qaysi hayvon asalxo'r? Haftaning 7-kuni. Dadamning akasi. Bilim beradi bizga nima? Kitob. Uloqning onasi. Echki. Usti hammom, osti restoran. 1, 2, 3. Osti hammom, usti restoran. 1, 2, qozon. Bahorda birinchi ochiladigan gul. Eng aziz inson. Eng aziz inson. 1, 2, 3. Eng aziz inson. 1, 2, 3. Eng aziz